Vaqt shiddat bilan o'tib bormoqda. Haftaning birinchi kunida oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz talaygina bo'lsa-da, vaqtning tez o'tib borishi natijasida rejalarimizning barchasiga ulgurish uchun shoshilamiz. Viloyatimizning har sohada olib borilayotgan ishlar va ijobiy o'zgarishlarning barchasida teng ish tashkil etishda ham shiddat, tezkorlik va punktual ish yuritish muhim hisoblanadi. Assalomu alaykum. Biz ham bugun 7 kun axborot dasturi orqali ijodiy jamoamiz bilan viloyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi muhim o'zgarishlar, yangiliklarning tafsilotini sizlarga yetkazamiz. Bugungi davr har bir rahbardan shiddatkor, tezkor, harakatchan va izlanuvchan, har bir daqiqadan unumli foydalana oladigan, uddaburon, tadbirkor bo'lishni talab etmoqda. Har bir kunini xalqning farovonligini ta'minlash, ularga munosib turmush sharoitini yaratish, viloyatni har tomonlama rivojlantirishga qaratgan viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov yakunlangan haftada 20-iyun kunining birinchi qismida Sirdaryo viloyatining Mirzobod tumanida andijonliklar tomonidan olib borilayotgan qurilish, bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishib, ularning sifati va muddatida tugatilishini ta'minlashga qaratilgan uchrashuv muloqotlar o'tkazgan bo'lsa, shu kunning o'zida Andijonga qaytib, Xo'jobod tumanidagi Ittifoq massivida olib borilayotgan ko'p qavatli uylarning qurilish jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. ...2020 yil 1-may sanasi. Ushbu kun respublikamizning Sirdaryo viloyatida istiqomat qiluvchi aholi uchun baxtsiz hodisa bilan boshlandi. Gap shundaki, Sirdaryo viloyatida joylashgan Sardoba suv omboridagi dambaning bir qismi o'pirilib, toshqin ro'y berdi. Natijada mazkur hududda istiqomat qiluvchi ko'plab yurtdoshlarimiz ofatdan zarar ko'rdilar. Mana shunday sinovli kunlarda xalqimizning og'ir damlarida millatimizning bir-biriga tayanch va suyanch bo'lishdek fazilatlari yaqqol namoyon bo'ldi. Kutilmagan ushbu falokat butun xalqimizni birlashtirib, ofat oqibatlarini bartaraf etishda yakdillik namoyish etishga chorladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ofatdan zarar ko'rgan vatandoshlarimizga ko'mak berishda andijonliklar ham peshqadam bo'ldilar. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov boshchiligida Sirdaryo viloyatiga birinchilardan bo'lib, jabrlangan yurtdoshlarimiz ehtiyoji uchun zaruriy mahsulotlardan iborat ko'mak karvoni jo'natildi. Bexatar yetib borishlarini Allohim o'zing nasib etsin. Shuningdek, viloyat rahbari Shuhratbek Abdurahmonov boshchiligida viloyatimizdan 1,5 mingdan ortiq andijonlik bunyodkorlar, muhandis va mutaxassislar, tegishli mutasaddi xodimlar Sirdaryo viloyatining Mirzobod tumanida texnogen falokatdan jabr ko'rgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash maqsadida mazkur tumanga tashrif buyurdilar. E'tirof etish kerakki, Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov ham shaxsan o'zi ushbu hududga borib, jabr ko'rgan oilalarga moddiy va ma'naviy ko'mak berish, ularni ruhan qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratdi. Dastavval mazkur ofatda jabr ko'rgan yurtdoshlarimiz bilan uchrashib, ularni har jihatdan qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanligini bildirgan edi, hamda andijonliklar tomonidan 132 ta xonadon egalari uchun qisqa muddatlarda uy-joylar qurib bitkazilishi, tomorqada issiqxonalar barpo etilishini aytib o'tgan edi.
bo'lgan voqea bitta bu Sardobaylarniki, Mirzobodiylarniki, bitta Navbahorlarniki emas. Butun O'zbekiston xalqiga. Shu Andijonda 3,5 million xalq bo'lsa, hammasi ozgina bo'lsa ham yuragidagini, yordamini, boshqasini bildirishib turibdi. Hech kim tomosha qilgan yo'q. Asharat bo'lsa ham bilib turibmiz. Sizlar qanchalik qiynalayotgan bo'lsalaring, sizlardan ko'ra ko'proq biz ham mayrimiz qiynalyapti. Hech kim boshiga bunaqa narsani solmasin. Uylarda sonlari bilan hokimlaring, mahalla raislari o'zlari belgilab berishdi bizga. Mana uylar zarar ko'rgan, mana uylarni remont qilish kerak, mana ularni bunaqa qilish kerak deb shu bo'lingan bizga ro'yxat bergan. Menga 132 ta xonadonni bo'lib berdi menga. Xudo xolasa niyat qildim men. Hozir 66 uyga 66 ta Andijondagi menman degan quruvchilarni olib keldim. Har bittasiga bitta uy berdim hozir. Bir oyda qilib berasan deb turibman, bir oyda. Endi Xudodan tilab niyat qilyapmiz. Endi havo yoqmay tursa, tishib tursa, bir oyda jannat qilib beraman, mana shu singar qilib beraman. Alloh quvvat bersin. Dunyo turguncha turing. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo ana olqish oldigan. Dunyo turguncha turing. Salomat bo'ling. Tushkunlikka tushgan odamlarning ko'nglini ko'targan odamlar. Oradan qariyb 1 oy o'tdi. Yaroqsiz holatga kelgan uy-joylar o'rnida avvalgisidan ham qulayroq va zamonaviy tipdagi yashash joylari bunyod etildi. Qishloqimiz mana o'zgaryapti. Aholimiz o'zgaryapti. Mana andijonlik hamsharlarimiz kelib juda katta yordam qilyapti bizga. Gelecekte toylar qilamiz, nebara toylar. Joriy yilning 20-iyun sanasida erta tongdan viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov yana ushbu manzilga bordi va jarayonlar bilan yaqindan tanishdi. Xususan zamon talablari asosida bunyod etilayotgan uy-joylarni ko'zdan kechirib, tegishli soha xodimlariga yangi xonadonlarni yanada sifatli va qulay qilib barpo etish bo'yicha vazifa topshiriqlar belgilab berdi. Shuningdek, viloyat hokimi mazkur hududdagi bunyodkorlik ishlarida faoliyat olib borayotgan quruvchilar bilan ham uchrashdi. Shu kunning o'zida viloyat rahbari Shuhratbek Abdurahmonov Andijon viloyatiga qaytdi. Shu kunning o'zida viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov Sirdaryo viloyati Mirzobod tumanidan Andijon viloyatiga qaytib keldi va viloyatda olib borilayotgan qurilish bunyodkorlik ishlari bilan tanishish maqsadida hududlarda bo'ldi. Xususan viloyat rahbari Xo'jobod tumanidagi ittifoq massivida qurilayotgan zamonaviy ko'p qavatli turar joylarni bunyod etish ishlari bilan bevosita tanishdi. Bunyodkorlikni belgilangan muddatda va sifatli tarzda yakunlash bo'yicha mutasaddilarga tegishli topshiriqlarni berdi. Ayni chog'da qurilish tashkiloti rahbarlari bilan muloqotda bo'lib, aholi uchun har jihatdan zamonaviy va ko'rkam xonadonlarni bunyod etish dolzarb masala bo'lib turganini ta'kidladi. Aytish joizki, mazkur hududda ilk bosqichda 35 ta 5 va 7 qavatli turar joylarni bunyod etish ko'zda tutilgan.
Ulardan 11tasi Qishloq qurilish invest mas'uliyati cheklangan jamiyat injiniring kompaniyasi Andijon filiali buyurtmasi asosida qurilmoqda. 24tasi esa tijoriy asosda bunyod etilyapti. Ayni paytda hududdagi yo'llarni asfaltlash, obyektlarga ichimlik suvi va elektr energiyasi tarmoqlari tortish, turar joylarni kanalizatsiya tizimiga ulash ishlari ham jadallik bilan olib borilmoqda. Jami hisobda mazkur hududda 1000 dan ortiq quruvchi tinim bilmay mehnat qilyapti. Qishloq qurilish invest buyurtmasi asosida bunyod etilayotgan turar joylardagi qurilish ishlari 80% ga yakunlangan. Ayni paytda ularda pardozlash va santexnika ishlari yakuniga yetkazilmoqda. Yaxshilik sari mas'uliyati cheklangan jamiyatimiz bu yil 2020-yili yanvar oyidan boshlab Xo'jaobod tumanining ittifoq massivida ko'p qavatli uy-joy qurishlarini boshlaganmiz. Hozirgi kunga kelib 5 qavatlik binoni tom ishlarini yopdik. 30 ta xonadonga mo'ljallangan. Tom ishlarini yopdik. Hozir pardozlash ishlari ketyapti. Bundan tashqari tijoriy uylar ham qilib boryapmiz. U 60 xonadonga mo'ljallangan bo'lib, hozir ikkinchi qavat ishlar yopma ishlarini olib bormoqdamiz. Beton ishlari, g'ish ishlari ketyapti. Maqsadimiz shu uy-joylarni vaqtida tezroq qilib, keyingi ikkinchi, uchinchi etaplarni ham boshlashga harakat qilmoqdamiz. Darhaqiqat, aholisi zich, yer maydoni esa kichik bo'lgan viloyatimizning adirli hududlarida ko'p qavatli turar joylarning qurilishi aholining uy-joylarga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga qurilish tashkilotlari tomonidan tijoriy asosda 7 qavatli uylarning bunyod etilayotgani ham bu boradagi harakatlarning ijobiy yechim topishida dolzarb bo'lib turibdi. Biz qurilish tashkilotimiz Anemo Elit MCJ 7 qavatli uy quryapmiz. Hozirda 4-qavatiga chiqdik. Bitta etajimizda bitta bir xonali, bitta 2 xona, bitta 3 xonali joylashgan. Odamlarning ehtiyojiga qarab, hozirda xaridorlar kelyapti, to'xtamay kelishyapti xaridorlar. So'rayapti, kelyapti, qachon bitiradi deyapti. Xudo xolasa sentabr, oktyabr oylariga bitirib topshiramiz. Chiroyli qilib, namunali qilib. O'zimiz quruvchilar ham xaridor, bu mustahkamligini ko'rib, pishiqligini ko'rib, ham havosi toza, sanatoriya deganda edi, joyda betlar endi. Ayni chog'da ittifoq massivida maktabgacha ta'lim tashkiloti, umumta'lim maktabi singari ijtimoiy soha obyektlari ham barpo etiladiki, bu ham mazkur hududga ko'chib kelgan yurtdoshlarimizning turmush darajasi va farovonligi oshishiga xizmat qilishi shubhasizdir. Bu yerdagi jami massivimizda 1400 xonadondan ortiqroq xonadon qamranyapti. Bu ko'chib keladigan aholini kelganda sharoitini kelib chiqib, hozirda bu yerda maktab qurilyapti 420 o'rinlik, bog'cha qurilyapti 180 o'rinlik. Bundan tashqari ichimlik suvi, kanalizatsiya, hamma infratuzilma, asfalt yo'l, hamma narsasi bilan bo'lyapti hozirda. Bu yerdagi qurilish montaj ishlari bilan viloyat hokimimiz Shuhratbek Qo'shaqboyevich nazoratida o'zi kelib, mana bugun ham hozirda qurilish bilan tanishib, o'zi birma-bir quruvchilar bilan gaplashib ketdi. Birinchi etapida xudo xolasa sentabr oyiga qurilish montaj ishlarini foydalanishga topshiramiz. Qolgan qismini yil yakuni bilan 100% xudo xolasa qurilish montaj ishlarini yakunlaymiz. Viloyat hokimining qat'iy nazorati ostida bunyod etilayotgan mazkur turar joylar majmuasi tez orada har jihatdan obod va ko'rkam massivga aylanishi shubhasizdir. Bu esa aholi farovonligi va turmush darajasining yanada ortishiga xizmat qiladi. Shundan so'ng viloyat hokimi turizmni rivojlantirish bo'yicha masalalarni muhokama qilish uchun Xonobod shahriga jo'nab ketdi. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov shu kuni Xonobod shahrida ham bo'ldi. Ma'lumki, prezidentimiz raisligida joriy yilning 16-iyun kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ko'plab dolzarb masalalar qatori ichki turizmni rivojlantirish bilan bog'liq chora-tadbirlar yuzasidan tavsiya, topshiriq va vazifalar berilgan edi. Mazkur vazifalar ijrosi yuzasidan viloyat rahbari, mutasaddi tashkilotlarning mas'ul rahbarlari ishtirokida Xonobod shahrida turizmni rivojlantirish bilan bog'liq masalalar yuzasidan muloqot o'tkazdi. Davlatimiz rahbari joriy yilning 21-22 may kunlari viloyatimizga tashrifi davomida ichki turizmni rivojlantirish, xususan Xonobod shahrini Farg'ona vodiysining turizm markaziga aylantirish taklifini ilgari surib, bu borada qilinishi zarur bo'lgan ishlarni belgilab bergandi. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov bugun Xonobodga tashrif buyurib, shaharni turizm markaziga aylantirishga qaratilgan ishlar hamda yangi loyihalar bilan tanishib, o'zining takliflarini ham bildirib o'tdi. Jumladan, nafaqat Andijonning, balki vodiyning eng xushmanzara shahriga sayyohlarni jalb qilish bo'yicha turizm mahallasi tashkil etish bo'yicha loyihalarni qo'llab-quvvatladi.
Ushbu loyihaga ko'ra Xontoh turizm mahallasi bunyod etilib, 100 dan ortiq oilaviy mehmonxonalar tashkil etiladi. Bu esa qo'shimcha yangi ish o'rinlarini yaratibgina qolmay, mahalliy aholining ham daromadlarini oshiradi. Shu bois viloyat rahbari bu kabi turizm mahallalarini Xonobod shahrida barpo etish bilan cheklanib qolmasdan, viloyatning o'ziga xos an'analari va qadriyatlari saqlanib qolgan hududlarda hamda ziyoratgohlari mavjud tumanlarda ham tashkil etish lozimligini ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, Andijon turizm salohiyatini namoyon etishda faqat qator mehmonxonalar qurish bilan emas, balki uning targ'ibotini ham kuchaytirish orqali viloyatga mehmonlar oqimini ko'paytirishga erishish mumkinligini aytdi. Buning uchun Andijonning tarixiy obidalari yu xushmanzara joylarini aks ettirgan bukletlar chiqarib, transport vositalari orqali reklama qilish borasida o'zining maslahatlarini berdi. Shuningdek, mehmonxonalarda alohida joylar tashkil qilib, andijonlik hunarmandlar qo'lida sayqal topgan buyumlarni qo'yish orqali ham sayyohlarni maftun etish mumkinligini bildirdi. Xonobod shahrini turizm markaziga aylantirishda faqatgina mutaxassislarning maslahatlariga tayanib qolmasdan, internet orqali dunyoning boshqa mamlakatlarida ham xuddi shunday turizm shaharlarining infratuzilmasi bilan tanishib chiqish muhim ekanligini qayd etdi. To'g'ri, Xonobod sanatoriyasi va uning bahavo tabiati har qanday kishini o'ziga mahliyo qilib qo'yadi. Lekin bu shu bilan to'xtab qolish kerakligini anglatmaydi. Albatta, bugungi kunda ichki sayyohlar bilan bir qatorda xorijlik mehmonlarni ham maftun etish oson emasligini aytib, qiyosi yo'q loyihalarni amalga oshirish orqaligina sayyohlar oqimini orttirish mumkinligini bildirdi. Shunga ko'ra, Qoradaryoning boshlanish nuqtasida 55 gektar maydonda sun'iy ko'l tashkil etish loyihasi bilan tanishar ekan, ko'lni va uning atrofida bunyod etiladigan mehmonxonalarni andijonliklarga xos tarzda qurish lozimligini aytdi. Viloyat rahbari aytganidek, loyihalar yanada boyitilsa, Xonobodning chin ma'noda betakror qiyofasi yaratiladi. Shu bilan birga Andijonning boshqa hududlariga ham sayyohlarning qiziqishi yanada ortadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 16-iyun kuni o'tkazgan videoselektor yig'ilishida mutasaddi rahbarlarga oliy o'quv yurtlari, kollejlar, maktablarning bitiruvchilarini ta'limning keyingi bosqichiga jalb etish, ish bilan ta'minlashga doir masalalar yuzasidan aniq topshiriq va vazifalarni belgilab bergan edi. Yakunlangan haftada Andijon shahridagi yoshlar markazida viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov aynan mazkur masalalar yuzasidan oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari rahbarlari, maktab direktorlari va bitiruvchilarning guruh rahbarlari bilan muloqotda bo'ldi. bolani hali aytgan o'quv markaziga, boshqaga biriktirgizib, faqat o'quv markazida emas, kollejlar bor, o'qituvchilar bor, chevarsida o'rgatadigan, ana u shopirlikda o'rgatadigan, boshqada o'rgatadiganlar turibdi. Bular bormaydi kollejga. Bular bormaydi o'quv markaziga. Bularning oldiga hammamiz boramiz. Farzandim, bolajonim, mana men keldim. Mana senga qulay joy shu yerda ekan. Shu yerda seni o'rgatamiz deb o'rgatamiz hammamiz. Yana bir marta aytaman, bular bormaydi. Sababi kimdir imkoniyati bor, kimdir imkoniyati yo'q, yo'l kira qila oladi, yo'l kira qila olmaydi, boshqa bo'ladi. Qiynaladi. Lekin yana bir mendan boshqa hammamiz boshqa bolajonlarimiz oldiga borib, "Ke bolam, mana senga qulay joyga o'tir. O'rganman, mana o'rganman, mashina. Buni bunday bo'ladi, bu bunday bo'ladi, bu qanday bo'ladi. Mana pishirib. Buni bunday qilasan, qizim, buni bunday qilasan." Hammamiz o'rgatamiz. Bundan 4 oy oldin viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov maktabni bitirish ostonasida turgan yoshlar bilan uchrashib, ularning oldiga qo'ygan maqsadlarini tinglab, har bir yoshning orzu-niyatlari ro'yobga chiqishi uchun mutasaddilarga kerakli topshiriqlarni bergandi. Xo'sh, uning ijrosi qanday bo'ldi? Yoshlar katta kuch. Ular mamlakatimiz aholisining 60% ga yaqinini tashkil etadi. Davlatimiz rahbari 16-iyun kungi bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida aynan bitiruvchi yoshlarni o'qish va ishga jalb etish masalasiga alohida e'tibor qaratib, bu borada viloyat rahbarlariga topshiriqlar bergandi. Aytish mumkinki, Andijonda yoshlarning salmog'i yanada yuqori. Bu bir tomondan rivojlanishimiz uchun katta imkoniyatlar eshigini ochsa, ikkinchi tomondan viloyat rahbari zimmasiga ulkan mas'uliyat ham yuklaydi. Shu bois viloyat hokimi Andijon shahridagi yoshlar markazida bo'lib o'tgan yig'ilishda eng muhim masalalar bitiruvchilarni o'qish va ishga jalb etishga alohida e'tibor qaratgani bejiz emas.
Onlayn tarzda tashkil etilgan uchrashuvda tuman hokimlari, sektor rahbarlari, oliy ta'lim dargohlari rektorlari, professor o'qituvchilar, bitiruvchi kurs rahbarlari, maktab direktorlari, sinf rahbarlari hamda mahalla raislari ishtirok etdi. Viloyat rahbari pandemiya ko'plab sohalarga salbiy ta'sir qilganini aytib, bunday sharoitda oziq-ovqat xavfsizligi va xotin-qizlar bandligini ta'minlash ham eng muhim masalalar qatorida turganligini ta'kidladi. Lekin baribir bugungi kunning eng dolzarb vazifasi kelajak vorislari taqdiriga befarq bo'lmaslik kerakligini aytdi. Darhaqiqat hamma ham o'zi orzu qilganidek talabalik baxtiga erisha olmaydi. Garchi bu yil oliy ta'lim muassasalariga qabul qamrovi kengaygan bo'lsa-da, maktab yoki kollejni bitirgan yosh oliy dargohga kira olmasa, ertaga qayerga va kimga ish so'rab murojaat qiladi? Hududda ular uchun ish o'rinlari bormi? Oliy ma'lumotga ega bitiruvchi uchunchi? Viloyat rahbari aynan shu kabi muammo, yana boshqa muammolarni keltirib chiqarishini, xususan tabiiy ravishda uyushmagan yoshlar safining ortishiga olib kelishini ta'kidlab, buni o'ta tezkorlik bilan hal etish choralarini ko'rish lozimligini bildirdi. Albatta, viloyat hokimining kuykkanicha bor. Viloyatimizdagi mavjud 741 ta maktabdan o'tgan yili 141 tasining biror bir bitiruvchisi talabalar safiga qabul qilinmagani albatta achinarli. Andijon viloyatini joriy yilda 40.298 nafar 11-sinf bitiruvchilari tamomlaydilar. Demak, o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, maktab bitiruvchilarini bandligini ta'minlash bo'yicha alohida Andijon tajribasi yaratilmoqda. Bu mana shu 11-sinf bitiruvchilarimizni maktabni bitirgandan keyin qaysi kasb hunariga yo'naltirishga alohida qaysi kasb hunar bilan shug'ullanishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan o'tkazilgan tahlillar, so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatyaptiki, 15 mingga yaqin 11-sinf bitiruvchilari oliy ta'lim muassasalarida o'qish istagini bildirganlar. Qolaversa 25 mingga yaqin o'quvchilarimiz o'zlarini keyingi taqdirini kasb hunar bilan shug'ullanishmoqchi. Ana shu maqsadda bugun mana viloyatimiz hokimi alohida topshiriq berdilar. Har bitta 11-sinf bitiruvchini oldin biz o'zi bilan so'rovnoma o'tkazgan bo'lsak, bugungi yig'ilishdan so'ng o'quvchini o'zi, ota-onasi hamda oilaviy sharoitni o'rgangan holatda ulardan so'rovnoma o'tkazishimizni o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Shuni alohida ta'kidlash joizki, yurtimizda pandemiya sharoitida tadbirkorlik yoki hunarmandchilik bilan shug'ullanuvchilarga bir qator imtiyozlar yaratildi. Bu esa bitiruvchilar uchun ayni muddao. Shu bois viloyat rahbari har bir andijonlik yoshni o'z farzandi sifatida ko'rib, rektor, direktorlar hamda kurs va sinf rahbarlariga har bir bitiruvchining orzulari bilan jiddiy qiziqib, maqsadlari haqida nafaqat o'zidan, balki ota-onasidan ham ma'lumot olish kerakligi yuzasidan topshiriqlar berdi. Bu ishlar shunchaki hisobot to'ldirish uchun emas, balki yoshlarning ertangi hayotida muhim o'rin tutuvchi jiddiy masala ekanligini yodda tutib yondashish lozimligini bildirdi. Shu orqali yoshlarni katta hayotga qadam qo'yishlariga munosib hissa qo'shish mumkinligini aytdi. Biz Andijon davlat universiteti filologiya fakultetida bu yil 217 ta talaba oliy o'qishni bitiryapti. Mana davlat imtihonlarini topshirib, onlayn tarzda diplomlarni olish arafasida turibdi. Biz avvaldan bundan 1 yil burun talabalarimni muallimlik amaliyotiga chiqarishdan oldin ularda har bir tuman kesimida maktablardan 2 tomonlama shartnoma dalolatini olganmiz. Bizda ishga joylashish bo'yicha shundan kelib aytamanki, hech qanday muammo bo'lmaydi. Meni eng yaxshi umidim talabalarimiz o'sha aytilgan joylarga borib, mamlakatimizni ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayotining deyarli barcha jabhalarida ibratli natijalar berayotgan birlik tuyg'usiga labbay deb javob beradi va ta'lim tizimini isloh qilishda, rivojlangan mamlakatlar qatoriga ko'tarishda muhim hissa qo'shadi deb ishonaman. Albatta, yoshlar kelajagi uchun boshqa mutasaddilar ham viloyat rahbariday qayg'urib, ularni o'z farzandiday ko'rib, berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida amalga oshirsalar, yurtimiz kelajagini ishonchli vorislar bilan ta'minlagan bo'lamiz.
Viloyatimizdagi eng yirik keng ko'lamdagi bunyodkorlik ishlaridan biri Ulug'nor tumanida davom etmoqda. Mazkur hududda aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida intensiv usulda baliq yetishtirish maqsadida amaliy ishlar olib borilmoqda. Viloyat rahbari tumanda bunyod etilayotgan g'oyat samarador bo'lgan baliq yetishtirishning yangicha usuli bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Bugun aholi farovonligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar izchil davom etmoqda. Xabaringiz bor, Ulug'nor tumanining Jalaqdo'q massivida yangi intensiv usulidagi baliq hovuzlari tashkil etish rejalashtirilgan bo'lib, hozirda amaliy ishlar boshlab yuborilgan. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov mazkur hududda bo'lib, olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Ushbu massivning o'zida 57 gektar yer maydoni ajratilgan bo'lib, 42 ta hovuzda intensiv baliq yetishtiriladi. Bunda har bir gektar yer maydonidan 100 tonna baliq olish ko'zda tutilgan. Albatta bu o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Tadbirkorlarga asosiy yordam va ko'maklar, imtiyozlar yaratilgan. Suv, gaz, elektr energiyasi, yo'l masalalari viloyat hokimligi tomonidan yetkazib berilgan. Banklar esa imtiyozli kreditlar ajratishmoqda. Endilikdagi vazifa faqatgina chin dildan aniq reja va hisob-kitob bilan ish olib borish. Viloyat rahbari Ulug'nor tumanini madaniyat markazi va turistik zonaga aylantirishda ushbu hovuzlarning tashkil etilishi muhim ekanini ta'kidlab, barcha mutasaddilar va tadbirkorlar bilan ochiq muloqot qildi. Olib borilayotgan ishlarni birma-bir tahlil qilgan holda baliq hovuzlarini tayyorlashda sifati, mustahkamligi, qulayligi va obodonlashtirish jarayonlariga alohida e'tibor qaratdi. Jarayonlarni qaysi bosqichda ekanligini ko'rgan holda ishlarni yanada jadallashtirish bo'yicha aniq vazifalarni ham belgilab berdi. Aytish kerakki, hozirga qadar Ulug'nor tumanida baliq yetishtirilgan bo'lib, afsuski atigi 6 tonnagina baliq yetishtirilgan. Mazkur baliq hovuzlarining ishga tushirilishi bilan bitta 1 gektarlik baliq hovuzidan 100 tonna baliq olish imkoni paydo bo'ladi. Bu esa go'sht mahsulotlariga ehtiyoji bor bo'lgan viloyatimiz aholisini mazkur oziq-ovqat turiga bo'lgan ehtiyojini qoplaydi. Viloyat rahbari har bir tadbirkor bilan ham alohida muammosi va murojaati haqida so'rab, barcha imtiyoz va imkoniyatlar yaratib berilishini ta'kidladi va shunga ko'ra ular ham belgilangan muddatlarda baliq hovuzlarini bitirish, kerakli suv tozalovchi jihozlarni o'rnatish, hovuzning texnik jihatlariga ham e'tibor qaratish zarurligini uqtirdi. Hamda mazkur baliq hovuzlar zamonaviy shaklda bo'lib, avvalgilaridan tozaligi, obodligi bilan tubdan farq qilishi kerakligini aytib o'tdi. Shu bilan birga ham daromad keltiradigan, ham aholi dam oladigan ekozonaga aylanishi, turizm maskani bo'lishini ta'kidladi. Hamda baliq hovuzlariga keladigan qamishlar o'rniga zamonaviy tipdagi himoya qatlami taklif etildi. Uning afzalliklari tushuntirildi. Asosan yetishtiriladigan baliq turi sazan bo'lishini inobatga olgan holda uning parvarishida e'tibor qaratish zarur bo'lgan jihatlarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Shuningdek, Xitoy davlatidan keltirilgan suvni tozalab beruvchi jihozlarni ham ko'zdan kechirdi. Barcha mutasaddilarga ushbu ishlarni tizimli va sifatli amalga oshirish bo'yicha aniq vazifa va topshiriqlarni belgilab berdi.
Viloyatimizda keng miqyosli loyihalarni amalga oshirish borasidagi ishlar davom etmoqda. Ayni paytda Ulug'nor tumanining Jalaquduq massivida intensiv baliq ko'llari bunyod etilyapti. Tuman bo'yicha jami hisobda 84 gektarga yetadigan maydonda baliqchilik xo'jaliklari uchun infratuzilma tashkil etiladi. Viloyat tashkilotlari, tadbirkorlar va mutasaddi korxonalarning vakillari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda ham ko'llar atrofini tozalash inshootlari, turli uskunalar o'rnatish va yem omborlarini tashkil etishga puxtalik bilan tayyorgarlik ko'rish zarurligi uqtirib o'tildi. Aynan shunda ko'zlangan maqsadga erishilib, xalqimizni parhezbob va foydali baliq mahsulotlari bilan ta'minlash mumkinligi ta'kidlandi. Aytish joizki, mazkur hududda Xitoy usulida baliq yetishtiriladi. Oddiy usulda 1 gektar maydondagi baliq ko'lidan 10 tonnagacha hosil olish mumkin. Ulug'norda zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda ish tashkil etilganidan so'ng bu miqdor gektarga 100-150 tonnaga yetadi. Shu tariqa mahalliy bozor va xorijga har jihatdan sifatli hamda ekologik toza mahsulotlarni chiqarish imkoniyati yaratiladi. Hozirda ko'llar ob-hayotga to'ldirilayotganini qo'shimcha qilish kerak. Bu esa bunyodkorlik ishlari jadal sur'atlar bilan olib borilayotganidan dalolat beradi. Bugungi kunda viloyat hokimimiz tashabbusi bilan Ulug'nor tuman Jalaquduq massivida 42 ta baliq ko'li qurilmoqda. Bizni bozorlar uyushmasi ham 1 gektar maydonga baliq ko'li tashkil qilyapmiz. Tez orada xalqimiz dasturxonlariga to'kin sochinli bo'lish maqsadida baliqlarni yetkazib beramiz hamda bozorlarimizga qulay sharoitlar qilib, arzon narxlarda ta'minlaymiz. Bir so'z bilan aytganda, ko'p miqdordagi baliq go'shtini iste'molga chiqarish asnosida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholini parhezbob go'sht mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish imkoniyati yuzaga keladi. Shu bilan birga hududda yangi ish o'rnlari yaratiladi. Talab yuqori bo'lgan mahsulotlarning bozorlarga yetkazilishi natijasida iqtisodiyotimiz yanada mustahkamlanadi. Dasturimizda qishloq xo'jaligiga oid bo'lgan xabar. G'alla rizq ro'zimiz dehqonning halol mehnatlari samarasidir. Shu kunlarda qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri g'allachilikda o'rim, yig'im mavsumi hal qiluvchi pallada davom etmoqda. Baliqchi tumani g'allakorlari ham g'allazorlardagi hosilni tezroq o'rib yig'ib olish harakatida bo'lmoqdalar. Bugun qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri g'allachilikda dolzarb mavsum. Hozirda viloyatimiz dalalarida o'rim yig'im ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov ushbu jarayonlar bilan yaqindan tanishish va g'alla yig'ishtirish ishlarini ko'zdan kechirish maqsadida bir qator hududlarda bo'ldi. Jumladan Baliqchi tumanining Xayrixon Ergashev massivi kelajak faxri fermer xo'jaligiga bordi hamda jarayonlarni ko'zdan kechirdi. Mazkur xo'jalikda 30 gektar yer maydoniga ekilgan bug'doylar pishib yetilib, hozirda har 1 gektar yer maydonidan 82 sentnerdan hosil yig'ib olinmoqda. Bu esa fermerning ko'zlagan hosildan 2 barobar ko'pni tashkil qiladi. Viloyat rahbari fermer bilan suhbatlashar ekan, yaratilgan imkoniyat, fermerlarga berilayotgan imtiyozlar ulardan yanada tadbirkor bo'lishni talab etishini ta'kidladi. Albatta, bugun hosili o'ziga qoladigan, o'zi sotish imkoniyatiga ega bo'lgan fermer uni qayta ishlash tizimi, bozor iqtisodiyotini ham mukammal bilishi zarur. Shuningdek, suhbatlashish davomida bug'doydan bo'shagan maydonlarga ekiladigan takroriy ekinlar, yer maydonlarini yoshlar va ehtiyojmand fuqarolarga berilishi, pandemiya sharoitida ularga beriladigan ko'mak haqida ham so'z bordi. Aslida fermer aholi dasturxonini to'kinligini ta'minlovchi, kishilar daromadini oshishiga ko'mak beruvchi insonlar ekanini aytib o'tdi. Shuningdek, dalada mehnat qilayotgan ishchilar, kombaynchilar ham daromadi, ularga shart-sharoitlar yaratish borasida ham fikrlar bildirildi. Tuman mutasaddilari bilan suhbatlashib, chirikchiliklar yo'nalishida olib borilayotgan ishlarni tahlil qildi. Kambag'allikdan chiqarish, aholi daromadini oshirishda o'zlarining mehnatlari va harakati orqali erishish zarurligini ta'kidladi hamda bu boradagi zarur taklif va tavsiyalarni berdi. Shuningdek, viloyat rahbari Oltinko'l tumanidagi mohir sohibkor mulki fermer xo'jaligi rahbari, ishchilari, tuman mutasaddilari bilan ham uchrashdi. Bugun hayotimiz farovon bo'layotgan, g'alladagi hosildorlik odamlarning xotirjamligi va ertangi to'kin hayotga ishonchini orttirayotganini ta'kidladi. Tinchlik va shukronalik bor joyda albatta baraka ham bo'lishini aytib o'tdi. Mazkur xo'jalikda 40 gektar yer maydoniga g'alla ekilgan bo'lib, hozirda 79-80 sentnergacha hosil olinmoqda. Bu esa fermerning ham, bu hududda yashovchilarning ham uyi donga to'lganidan darak. Viloyat rahbari fermer xo'jaligi ishchilari bilan gaplashar ekan, ularning muammolari, fikrlari, daromadlariga ham qiziqdi. O'z navbatida ular ham bugungi hosildorlikni ko'rib, ko'ngillari xotirjam ekanini, daromadlar esa
esa naqd ekanidan xursandliklarini bildirishdi. Faol ishlayotgan ishchilar, kombaynchilarga viloyat va tuman hokimligining qimmatbaho sovg'alari topshirildi hamda g'alla yig'im terim ishlarini nesnobud qilmay tez fursatlarda yig'ishtirib olish va takroriy ekinlarni ekish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. So'nggi yillarda farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish, dori vositalari va tibbiy buyumlarning erkin muomalasini ta'minlashga qaratilgan bir qator loyihalar amalga oshirildi. Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasi bu boradagi ishlarning yorqin namunasidir. Yakunlangan haftada viloyat rahbari Shuhratbek Abdurahmonov ishtirokida ushbu obyektda navbatdagi loyihaning taqdimoti o'tkazildi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoniga muvofiq Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasida farmatsevtika mahsulotlari va dori vositalarini ishlab chiqaruvchi zamonaviy korxonalar tashkil etilmoqda. Aytish kerakki, 20 gektar maydonni egallagan mazkur obyektda umumiy qiymati 130 million AQSh dollarini tashkil etuvchi jami 9 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Andijon Farm texnoparki esa hududdagi 10-yirik loyihadir. 1 gektar maydonni egallashi ko'zda tutilgan texnoparkda dori vositalari va tibbiy buyumlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, ekspertiza va standartlashtirish, ilmiy klinik tadqiqotlar markazlari, konsept standart namunalar va reaktivlar ishlab chiqarish laboratoriyasi, farmatsevtika instituti filiali, ko'rgazma zali va bojxona ombori qad rostlaydi. Qiymati 10 million AQSh dollarini tashkil etuvchi vodiyda yagona bo'lishi kutilayotgan texnoparkning afzalliklari shundaki, ushbu loyiha orqali mahalliy farmatsevtika korxonalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan dori vositalari va tibbiy buyumlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, yangi turdagi dori vositalari yaratilishida konsultant xizmatlar ko'rsatish imkoni vujudga keladi. Shuningdek, tibbiyot bilim yurtlarining bitiruvchilarini xalqaro standartlar talablari bo'yicha qayta tayyorlab borish ko'zda tutilgan. Hozir o'zimizda Andijonda farmatsevtika korxonalari 33 ta, katta-kichik bo'lib. Hammasining ishi oldin Toshkentda bitardi. Katta yordam beryapsiz, prezidentimizdan ruxsat topyapti. Shuni shu yerda qursak, hamma tadbirkorimiz sarson bo'lmaydi. Hammasini dori bilan bo'lgan ishlari mana shu yerda bitadi. Mana shu yerdan olib chiqib sotsa bo'laveradigan tashkilot bo'ladi. Bu faqat Andijon uchun emas, Namangan, Farg'onada ham bitta tashkilot bo'ladi, xudo xolasa. Bu texnopark ko'rinishida qildik. Endi qachongacha kimlardir ishlab chiqargan dorini chiqaramiz. Xudo xolasa farmatsevtika institutini medinstitut qoshini ham shu yerda tashkil qilamiz. Mana shu yerda o'qitsak, zo'r bolalarda yangi dorilar ham yaratamiz. Ularda har bitta tadbirkorlarga kerak bo'lsa biriktirib qo'yamiz. Oyligini berib, oldindan o'zlariga kerak bo'lgan dorilarni ishlab chiqarishi mumkin bo'ladi. Loyiha bilan tanishgan viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov kelgusida 280 nafar inson mehnat qiladigan texnoparkda birinchi navbatda qurilish ishlarini sifatli bajarish, ishchilar uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish masalalariga jiddiy e'tibor qaratish lozim ekanini qayd etdi. Obyekt dizayni, undagi sharoitlar, imkoniyatlar bo'yicha o'z tavsiyalarini berdi. Mahalliy aholi vakillari tadbirkorlarning bu boradagi fikr-mulohazalari tinglandi. Oqsoqollar ishtirokida Qur'on tilovat qilinib, boshlanajak ishlarning xayr va barakasi so'raldi. Shunday qilib Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasidagi navbatdagi obyekt qurilishiga start berildi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla mezonlarini amaliyotga joriy etish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Mahallalardagi muammolarni bartaraf etish hamda xalqimizni hayotdan rozi bo'lib yashashlari uchun amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar belgilangan yig'ilish xususida muxbirimiz so'z yuritadi. Video selektorda viloyatimizning barcha tumanlaridan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari boshliqlari o'rinbosarlari ishtirok etdi. Yig'ilishda obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadon tamoyili asosida joylarda olib borilayotgan ishlarga tanqidiy baho berilib, mutasaddilarning ma'lumotlari tinglandi. Kam ta'minlangan, ehtiyojmand oilalarga ko'mak ko'rsatish va ularning uy-joylarini ta'mirlashdek ezgu ishlar mujassamlashgan mazkur tadbir afsuski talab darajasida emas. Jumladan Respublika ishchi guruhi tomonidan viloyatimizning Qo'rg'ontepa va Paxtaobod tumanlaridagi ehtiyojmand oilalar o'rganilganida xonadonlarni obodonlashtirish borasida ishlar ko'ngildagidek emasligi ma'lum bo'ldi. Shunga ko'ra har kuni har bir mahallada bittadan xonadonni ta'mirlash, ularning atrofini obodonlashtirish lozimligi qayd etildi. Obod ko'cha, obod xonadon, obod mahalla to'g'ri mezonlari bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bo'yicha biz
joylarga chiqqan holda qilingan ishlarni o'zim guvohi bo'lyapmiz. Odamlarning qalbiga ishonch kirgan, kam daromaddan real daromadga o'tkazish bo'yicha qadamma-qadam chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Gruppaga o'tkazish, nogironchiligini, bandligini ta'minlash, oilada oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish, chevarchilikni oiladan, u chevarchilikda usta shogird an'anasini yo'lga qo'yish to'g'risida ham bir qator ishlar yo'lga qo'yildi tumanlarda. Shu bilan birga aholining real daromadlarini oshirish uchun kam ta'minlangan oilalarning ishga layoqatlilarini ishga joylashtirish orqali ularni bu vaziyatdan olib chiqish lozimligi ta'kidlab o'tildi. Eng asosiy e'tibor aholini tadbirkorlikka qiziqtirish bilan mahallalarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish mumkinligi aytib o'tildi. Davlatimiz rahbari tomonidan tadbirkorlikning 67 ta yo'nalishi bo'yicha imtiyozlar berilgan bo'lsa-da, lekin bu boradagi ishlar yetarli darajada aholiga tushuntirilmaganligi aytildi. Shuningdek, mahalla raislari va profilaktika inspektorlari o'rtasida hamkorlik qoniqarsiz ekanligi qayd etildi. Albatta, viloyatimizda yangi tashabbus doirasida olib borilayotgan ishlarni boshqa viloyatlarda ham namuna sifatida qo'llasa arziydigan jihatlari bor. Jumladan, ko'pni ko'rgan otaxonlar va onaxonlar tomonidan alohida guruhlar tashkil qilinib, mahalla va xonadonlarni obod qilishda ibratli ishlar amalga oshirilmoqda. Eng avvalo biz bu narsani maqsad va mohiyatini mana nuroniylar ibrat kengashlari orqali, nuroniylar jamoatchiligi kengashi orqali joylarga targ'ibot ishlarini tashkil qilib, fuqarolarimizga yetkizdik. Buni mazmun mohiyatini. Shu narsa insonlarda qalbiga tushdi va aytilgandek, bizim maqsadimiz ham eng avvali shu edi. Va hali qiladigan ishlarimiz juda ko'p. To'g'risini aytish kerak, boshida tashkilot rahbarlarini biz samarali foydalana olmayotgan edik. Mana hozir ana shu ishchi guruh a'zolarini ham bu ishga safarbar qilib, mana shu ishlarda aytaylik sifatini ko'tarishga harakat qilyapmiz. Yig'ilishda muhokama etilgan barcha masalalar yuzasidan aniq va amaliy choralar belgilanib, 3 oy davom etadigan mazkur harakat samarasida mahalla-yu ko'cha va xonadonlar yangicha qiyofa kasb etishi lozimligi ta'kidlandi. Darhaqiqat, shundagina barchaning ko'zlarida bugunidan rozi ekanligi aks etadi. Yurtboshimiz tomonidan mahalla institutini qo'llab-quvvatlash, hududlarda bu borada samarali islohotlarni olib borish bo'yicha berilgan topshiriqlarni bajarish yuzasidan hududlarda qator ishlar olib borilmoqda. Xususan, viloyatimizning Jalaquduq tumanida ham obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla mezonlarini amaliyotga joriy etish ishlari jadal sur'atlar bilan ketyapti. Tumanda sektor rahbarlari boshchiligida mahallalarda yurtdoshlarimizning muammolari qisqa muddatda va samarali tarzda hal etilmoqda. Tumanning namuna mahalla fuqarolar yig'inida 786 xonadonda jami 4210 nafar fuqarolar istiqomat qiladi. Mahallada ibrat bo'lishga arzigulik oilalar juda ko'p. Boisi bu hududda barcha faollar tegishli mutasaddilar hamjihatlikda faoliyat olib boradilar. Ayni kunlarda mazkur hududda ham obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla tamoyili asosida samarali ishlar olib borilmoqda. Jumladan mahalladagi ehtiyojmand va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Har bir oilani, har bir xonadonni harakatga keltirdik. Va mana shu bilan birgalikda tumanimiz sektorlarining rahbarlari o'zlarini tashabbuslari bilan, o'zlarini harakatlari bilan mahalladagi toifalarga ajratilgan ehtiyojmand oilalarga homiylik yordamida hamda sektor rahbarlarining o'zlarini tashabbuslari bilan homiylik mablag'lari ajratildi. Uylariga shu qurilish materiallarini yetkazib berish, ustalardan yordam berish, mahallada 10 ta jamoatchilik bo'yicha tashkil etilgan guruh bilan birgalikda shu bugungi kunda shu yaroqsiz mahallani husnini buzib turgan devor toshlarni o'nglash, ularni ta'mirlash maqsadida har bir xonadonga sektor rahbarlari o'zlari yurib chiqyapti. Muborak Tojboyeva ham mahalladagi ijtimoiy himoyaga muhtoj, boquvchisini yo'qotgan yurtdoshlarimizdan biri. Hozirda sektor rahbari tashabbusi bilan homiylik asosida uy-joylari to'liq ta'mirdan chiqarilmoqda. Bundan esa yurtdoshimizning quvonchi cheksiz. Uyimni ahvolini ko'rib, opa, uylaringizni chiroyli qilib bitkizib, xudo xohlasa, yolg'iz o'g'lingizni uylab, kelinlar rohatini ko'rib o'tiradigan holatga keladi, xudo xohlasa, opa. Muammolar hammasi hal bo'ladi deb men sektor boshlig'iman deb kelib, hamma muammolarni xudo xolasa ash kundan boshlab mana qurilish materiallari hamma ishchilarni olib kelib, mana 3 kun bo'layapti, hamma yo'lda yetkazib, chiroyli qilib, shu tashabbusni qo'lga olib, o'zi nazorat qilib boshladi. Juda xursandman. Darhaqiqat, obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla tamoyilining hayotimizga keng tatbiq etilishi natijasida
aholi maskanlarining ko'rinishi butkul o'zgarib, odamlarimizning turmush tarzi, oilalarimizning to'kin sochinligi yanada ortib bormoqda. Jonajon yurtimni obodligiga o'z hissam qo'shaman shiori asosida qishloqimizni katta ko'tarinkilik hasharlar tashkil qilyapmiz. 8 ta mahalla fuqarolar yig'ini bor. Hamma mahallada har kuni bittadan xonadonni ta'mirlab, kam ta'minlangan nochor oilalar uylarini to'lig'icha hojatxonasidan tortib tandiri, o'chog'i, hammomigacha ta'mirlab shunaqa ishlarni amalga oshirib beryapmiz. Bundan tashqari go'zal oyim chiqadi. Eng so'rim joylarda mana shunaqangi bir dam olish maskan tashkil qildik. Bu yerga kelib oqsoqollar, Nurona kelib dam olib, o'zlarining xordiqlarini chiqarib, kerak bo'lsa shanba bozor kunlari kelib dam olib, yotib bir kecha dam olib, bola chaqasi bilan dam olib ketish uchun shunaqa maskan yaratdik. Undan tashqari qishlog'imizda juda ham katta ishlar amalga oshiryapmiz. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, osuda va farovon turmush tarzini chetdan kelib bizga hech kim yaratib bermaydi. Uni o'zimiz, o'z mehnatimiz natijasida bunyod etsak, har birimiz o'z mahallamiz, ko'cha va xonadonlarimizning saramjon va fayzli bo'lishi uchun hissamizni qo'shsak, bu go'shalarimiz chinakam obod maskanlarga aylanadi. Olib borilayotgan ushbu samarali ishlar yoshlarimizning ma'naviyati va tarbiyasini yanada yuksak bo'lishiga, milliy qadriyatlarimiz rivojiga, xalqimiz orasida hamjihatlik tuyg'ularini mustahkamlanishiga poydevor bo'lib xizmat qiladi. Dasturimiz avvalida ta'kidlaganimizdek, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash, umumta'lim maktabi bitiruvchilarini esa oliy ta'lim muassasalariga jalb etish yoki kasbga yo'naltirish masalalariga davlatimiz rahbari tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada viloyatimizning barcha bitiruvchilari bilan alohida chora-tadbirlar tashkil etilmoqda. Bo'ston, Izboskan, Xo'jaobod tumanlari misolida mavzuni davom ettiramiz. Unib chiqayotgan o'simlikka qancha e'tibor berib parvarishlansa, u kelajakda qad ko'tarib o'zining mo'l hosili bilan siylaydi. Hozirgi davr yoshlari ham ana shu nihol kabi. Ularga bo'lgan e'tibor, yaratilgan sharoitlar o'g'il-qizlarning kelajakda o'z yo'lini topa olishlariga zamin yaratadi. Bo'ston tumanida o'tkazilgan hokim va yoshlar uchrashuvi mazmunli va samarali muloqot tarzida o'tdi. Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filialini 2019-2020 o'quv yilida 1097 nafar bitiruvchilar tamomlaydi. Shundan ish joyi aniq bo'lmagan 890 nafar talabalarni muqim ish o'rni bilan ta'minlash, ularni kasbga yo'naltirish muhim masalalardan. Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filialini tamomlagan Bo'ston tumanida istiqomat qiluvchi 10 nafar yoshlarni yo'nalishlari bo'yicha ishga joylashtirish masalasi ko'rib chiqildi muloqotda. Tuman hokimligi hamda yoshlar bandligini ta'minlashga biriktirilgan mas'ullar bitiruvchilarning kelgusi rejalari, loyiha va takliflari hamda o'z yo'nalishlari bo'yicha qiziqishlari haqida fikrlarni tingladilar. Shuningdek, muloqot jarayonida yoshlarga jamiyatimizning qator sohalarida namunali faoliyat olib borgan tuman mehnat faxriylarining ibratli hayot yo'li va ularning tajribalari ulashilgani qiziq bir mavzu bo'ldi yoshlar uchun. Abdurahmon Haydarov Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filialining iqtisod menejment yo'nalishini tamomlagan. Bunga qo'shimcha tarzda tadbirkorlik bilan ham shug'ullanadi. U o'zi istiqomat qiladigan Bo'ston tumanida nam sochiqlar ishlab chiqarishni maqsad qilgan. Uning bu taklifi suhbat davomida aytilganida, faoliyatini yo'lga qo'yish uchun tumandagi sanoat zonasidan yer ajratiladigan bo'ldi. Nam salfetka ishlab chiqarish biznes rejamni taqdim qildim. Ushbu fikrim avvalo hokimimizga barchaga ma'qul keldi. Shu kun o'zida menga sanoat hududidan joy ajratiladigan bo'ldi. Ushbu imkoniyatlardan to'liq foydalangan holatda bugunning o'zida ushbu joyni ko'rib, biznes rejamni hokimiyatga taqdim qilgan holatda o'z ishlab chiqarishni boshlashni o'zimga maqsad qilib qo'yib oldim. Qayerdan dastgohlar olib kelmoqchisiz? Hozir biz ikkita variant turibdi. Biz oldimizda birinchi Xitoy davlati, ikkinchisi Turkiya. Ko'proq sifatga e'tibor bergan holatda Turkiya davlatidan olib kelmoqchimiz. Ushbu imkoniyatdan to'liq foydalangan holatda tengdoshlarim, xususan 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan tengdoshlarimni ish bilan band qilishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Bunda asosan ham biz o'z biznesimizni yo'lga qo'yamiz, ya'ni ishlab chiqarishimizni va shu holda 10 nafar ish xodimini ish bilan ta'minlaymiz. Abdurahmon kabi maqsadlarni aniq tanlay olgan yoshlar talaygina ularni kasbga yo'naltirish va ish bilan ta'minlash masalalari yuzasidan tuman hokimi tomonidan tashkilot rahbarlariga topshiriqlar berildi. Endilikda tumandagi 10 nafar bitiruvchilar ish o'rni bilan ta'minlanadigan bo'ldi. Kunning ikkinchi yarmida hokim va yoshlar uchrashuvi Izboskan tumanida o'tkazildi. Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filialini tamomlagan talabalar orasidan 118 nafari Izboskan tumanida istiqomat qilishadi. Ular uchun
uchun o'z yo'nalishlari va qiziqishlarini inobatga olgan holda ish o'rni yaratib berish maqsadi hokim va yoshlar uchrashuvining bosh masalasiga aylandi. Qishloq xo'jaligi sohasi mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda asosiy omillardan. Shu sabab ham sohaga bilimli va izlanuvchan kadrlarni tayyorlash muhim. Izboskan tumanining iqlim sharoiti qishloq xo'jaligi sohasiga yo'naltirilgan yer maydonlari haqida avvalo soha rivoji uchun tayyorlangan yangi kadrlarga to'liq ma'lumotlar berib o'tildi. Yoshlarning takliflari, qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan yangi g'oyalari bayon etildi suhbat davomida. Ochiq va erkin tarzda o'tgan muloqotda tumanda istiqomat qiluvchi 118 nafar Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali bitiruvchilarini mutaxassisliklari bo'yicha ish bilan ta'minlash masalasi o'rganilib, bitiruvchilarni muqim ish bilan ta'minlash kafolati bilan ta'lim yo'nalishlariga qarab tashkilotlarga bo'lindi. Shuningdek, tumanda joriy yilda umumta'lim maktablarini 209 nafar o'quvchilar tamomlaydi. Ular orasida o'quv yillari davomida namunali, xulqli, bilimli o'quvchilarning 70 nafari oltin medallar bilan taqdirlandilar. Tuman hokimi, sektor rahbarlari hamda Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali direktori bitiruvchilarga faxriy yorliq hamda oltin medallarni tantanali tarzda topshirdilar. Endi ularni oliy ta'lim muassasalariga jalb etish va kasb-hunarga yo'naltirish masalalari to'laqonli hal etiladigan bo'ldi. Shu kunlarda minglab o'g'il-qizlarimiz umumta'lim maktablarini tamomlaydi. Ertamiz egalarini ta'limning keyingi bosqichiga qamrab olish va shu bilan birga ularning bandligini ta'minlash bugungi kunning muhim dolzarb vazifasi hisoblanadi. Bog'i Shamol dahasida Andijon shahar hokimi Bahramjon Haydarov 28 hamda 9 umumiy o'rta ta'lim maktablarining 11-sinf bitiruvchilari bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Unda shahar xalq ta'limi bo'limining mas'ul xodimlari, korxona va tashkilotlarning rahbarlari, bevosita bitiruvchilarning sinf rahbarlari ham ishtirok etdilar. 2019-2020 o'quv yilida 28 hamda 9 umumiy o'rta ta'lim maktablarida 180 nafar o'g'il-qizlar 11-sinfni tamomlab mustaqil hayotga qadam qo'ymoqdalar. Dastlab Andijon shahar hokimi Bahramjon Haydarov bilim olish jarayonini oltin va kumush medalga tamomlagan bitiruvchilarga tashakkurnoma hamda medallarni tantanali ravishda topshirdi. Shundan so'ng yoshlar bilan muloqot boshlandi. Bitiruvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, maktabni tamomlayotgan yoshlar o'rtasida 55 nafari kafolatlangan kasblarga ega bo'lib, ular hozirgi kunda tikuvchilik, pazandachilik, chilangarlik, sartaroshlik, duradgorlik kabi hunarlar bilan shug'ullanib kelmoqdalar. Muloqot chog'ida o'z faoliyatini mustaqil tarzda davom ettirish istagini bildirgan yoshlarga kredit mablag'lari ajratilishi xususida tegishli ko'rsatmalar berildi. Uyda chevarchilik bilan shug'ullanyapman. Endi chevarchiligimni tadbirkorlikka aylantirmoqchiman. Endi hozir hokimimiz bizga shunday sharoitlarni yaratib beryapti. Rahmat. Endi katta hayotga yo'l ochib beryapti. Endi men asha 20 ta mashina beraman dedi. Shu mashinani olib, Xudo xolasa joy ham ajratib bersa, bozorga narsalar chiqarmoqchiman. Shundan so'ng ochiq muloqotda oilaviy tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagida bo'lgan yoshlar ham o'z rejalari bilan o'rtoqlashdilar. Maktabni oltin medal bilan tamomlagan Mubina Dolimova ana shunday yoshlardan biri. Men bugungi hokim bilan uchrashuvda juda mamnun bo'ldim, chunki o'ylagan niyatlarim amalga oshdi. Maktabni bitirgandan keyin Andijon davlat universitetiga, boshlang'ich ta'lim fakultetiga o'qishga kirmoqchiman. Xudo xolasa agarda o'qishga kirsam ham, kirmasam ham tikuvchilik bilan shug'ullanish niyatim bor. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirmoqchiman. Shahar hokimi tomonidan menga 3 ta tikuv mashinasi sovg'a qilindi. Yangi ish o'rinlarini ko'paytirishga harakat qilaman. Ochiq muloqotda yigit-qizlarni ta'limning keyingi bosqichiga qamrab olish, ularning bandligini ta'minlash yuzasidan Andijon shahrida amalga oshirilayotgan ishlar atroflicha muhokama qilindi. Muloqot davomida umumta'lim maktablari bitiruvchilari bilan ishlash mexanizmini yanada takomillashtirish, har bir o'g'il-qizning jamiyatda mustahkam o'ringa ega bo'lishlarini ta'minlash zarurligi ta'kidlandi va har bir yigit-qizning kelajagiga daxldor masalalar birma-bir muhokama qilinib, tegishli vazifalar belgilab berildi. Har birimiz maktabni tamomlar ekanmiz, qalbimizdan bir o'y kechgan, qizil attestat olish yoki bo'lmasa oltin medalga bitirish. Bu esa yangi marralar debochasi. Ustozlarning bergan bilim va tarbiyalari, ota-onaning qilgan duolari va ishonchining natijasi sababdir. Ayni damda barcha hududlarda 11-sinfni oltin va kumush medallar bilan tamomlagan o'g'il-qizlarni taqdirlash tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Xo'jaobod tumanida o'tkazildi. Unda tuman hokimligi, mas'ul rahbarlar va zukko o'g'il-qizlar va ularning o'qituvchilari ishtirok etdi.
etdilar. Uning avvalida so'z olganlar yurtimiz egalari bo'lgan o'g'il-qizlar uchun yaratilayotgan sharoitlar, ularni qo'llab-quvvatlash, iqtidorlarni yuzaga chiqarishda amalga oshirilayotgan ishlar, har birining komil shaxslar bo'lishi, qay bir soha bo'lmasin yuksak marralarni zabt etishlarda hamisha qo'llab-quvvatlashda ekanliklarini aytib o'tdilar. Bugungi quvonchli kun esa ularning xotiralarida bir umr muhrlanib qolishi, kelajakka qo'yilgan muhim qadam ekanligini ta'kidladilar. Aytib o'tish kerakki, tumanda 11-sinfni a'lo baholari, namunali xulqi bilan tamomlagan 80 nafar o'g'il-qizlarga oltin va kumush medallar topshirilmoqda. Shundan so'ng maktab bitiruvchilari uchun hayajonli bo'lgan damlar yetib keldi. Ko'ksiga qadalayotgan medallar va faxriyorlik, esdalik sovg'alari barchani quvontirdi. Mana bugun 11-sinf bitiruvchilarining 80 nafari oltin va kumush medallar bilan taqdirlandik. Va o'ylaymanki, mana shu ko'ksimizdagi oltin va kumush medallari har bir o'quvchining qalbiga yangi maqsadlar, yangi orzular olib keldi. Kelajakka bo'lgan intilishlarni yanada oshirdi. Bundan juda ham mamnunman. Xudo xolisa oliy ta'lim muassasalariga kirib, ustozlarimizni, hokimimizni hamda prezidentimizni ishonchini oqlashga, ular kutganda ziyoda farzand o'g'il-qizlar bo'lishga va'da beraman. Mana bugun biz yoshlar prezidentimiz tashabbusi bilan oltin va kumush medal sohibi bo'ldik. Bu oltin medal mening kelgusi rejalarimga juda katta mas'uliyat yukladi. Men kelajakda elimizga, yurtimizga sodiq farzand bo'lishga va'da beraman. Shu kunga yetishimizga sabab bo'lgan insonlarga kattakon rahmat aytamiz. Yutuqlardan mamnun, kelajak uchun aniq maqsadlari bor o'g'il-qizlar bildirilgan ishonchdan mamnunliklarini bildirib o'tdilar. Endilikda ularning birinchi rejasi oliy ta'lim dargohlariga kirish, bunda esa tinimsiz izlanish va o'qish talab etilishini bilishadi. Mas'ul rahbarlar har bir maktab bitiruvchisini qo'llab-quvvatlashini, bilim olishi, hunar egallashlari uchun qo'lidan kelgancha yordamlarni ayamasliklarini bildirib o'tdilar. Tumanimizda jami 1453 nafar 11-sinf bitiruvchi o'quvchilarimiz bo'lib, bundan 80 nafari oltin medal hamda kumush medallarni olishdi. Bugun mana o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Bu biz uchun Xo'jobod tumanida 1799 ta pedagog xodimlarini zimmasiga juda ham katta mas'uliyat yukladi. Bunlar bir qatorda 80 nafar oltin medal, kumush medal olgan o'quvchilarimiz bu yil oliy o'quv yurtlariga 100% kirishadi degan umiddamiz. Bu kabi e'tibor, ishonch har bir yoshni qalbini ezgu maqsadlar sari ildamlashiga omil bo'ladi. 7 kun axborot dasturi orqali hafta davomida viloyatimizning ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy hayotida ro'y bergan voqeliklarni tahlil qilib, sizlarga yetkazib berishga harakat qildik. Boshlanayotgan yangi hafta barchamiz uchun fayzli va omadli kelsin. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.